Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, yaxshimisizlar? Qadri baland qadrdonlarimiz. Bugun 6-noyabr, va'da qilganimizdek mana Yevropadan ish beruvchimiz kelgan. Bugun hamma mana shuncha odam ish beruvchi bilan suhbatlashishga va imtihon jarayonlarida qatnashishga kelishgan. Hamma bilan bitta xudo xolasa tanishtirib chiqaman. Rahbariyati bor, ular bilan maslahat qiladi, buni olamiz, buni olmaymiz. Lekin bitta narsa aytib qo'y. Sizlar hozir hammasi bo'lib necha kishilar shu yerda? Kim biladi? Biladigan odam bormi? Sanadinglarmi, Anvar? 70 ta odam bor. Yo'q, 70 ta deganda. Yo'q, sanomading. Nimagaki bular hozir olti ichida qo'lov qilganlar ham bor, shunchaki yurganlar ham bor. Yo'q, bizdan oddiy savol ber. Necha kishi shu yerda turibdi? Hozir mana men kelib ko'rdimki, o'qishni boshlandi, xudo xolasa. O'quvchilarimiz mana o'sha imtihon jarayoniga gazini bosinglar. Omad, olinglar. 100% bitirib chiq. Aka gazini bosing, yutqizib qo'ymang faqat. Aka omad. Gazini bosing. Omad aka. Gazini bosinglar. Gazini bosinglar. Aka gazini bosing. Sertifikat olmasdan qaytmang. Sertifikat olmasdan qaytmanglar. Gazini bosing aka. Omad aka. 100% bitirib chiqinglar. O'quvchilar o'zi kelib joylashdi. Hammasi xudo xolasa. Hammasiga tushuntirish ishlari olib bordi. Bolalarimiz mana xudo xolasa ish jarayonlarini boshlashdi. Detallarini tayyorlashdi. Detallar. Aka omad. Detallar tayyor, apparatlar tayyorlashyapti. Aka omad. Ish beruvchilar hamma bilan tanishyapti. как у вас со сварочными обозначениями? Ну, вот это, допустим. Это означает, что надо будет выполнить сварочный процесс по периметру. Да. А вот этот знак, что это? Это значит, без фаски, просто стыковое содержание. Да. А это? Это значит, если у нас тоже кругляшок, это да. По периметру, да. но тут с обратной стороны. Почему с обратной? Потому что... Ставьте. Скажите, где работали, что сваривали? Я сварщиком был, когда работал. На судоремонте, на судостроении, да? Да. Цельнометаллической проволокой сваривали? 135 методом или 136? Как? Зубные части. Не, я понял. Какой проволокой сваривали? Цельнометаллической или металлопорошковой? Именно вот. Чтобы рука работала нормально. Потому что вы на работе не будете варить только прямые швы. Да. Будете там трубки обваривать, профильные трубы. Хорошо? Все, спасибо.